malakalarni oshirishiga yordam beradi. Balki har qanday mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivoji uchun muhim poydevor hisoblanadi. Bugungi kunda respublikamizda ta'lim tizimini rivojlantirishga prezidentimiz tomonidan beriladigan e'tiborning asosiy negizida xalqimizning yaxshi yashashini ta'minlash, yoshlarimizni bilimli, ilmli, aqlli bo'lishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kadrlarni ish so'rab boruvchi emas, ish joyi yaratuvchi bo'lishi uchun ta'lim muassasamizda amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarining natijadorlikka erishishdan iborat. First of all, I would like to thank to the organization who have organized this wonderful conference. This conference really excited me. It's a very high level with high involvement. A lot of experts coming from very different countries. This conference is brilliant, awesome, amazing. Men uchun bugungi konferensiya abdan cho'ng iyiliklarning bashart deb hisoblayman. Kreation, Menschen, Gefühle, Farben. Das ist alles, was wir heute erlebt haben. Dankeschön. Удивительная конференция. 今天参加这个会议，我们感到非常的高兴，谢谢大会。